Balish tayyorlanish usullari har doim bir xil. Bugun men sizga noodatiy usulini o'rgataman. Birinchi bo'lib ishimizni oddiygina tuzli suvga yumshoqqina xamir tayyorlab olishdan boshlaymiz. Tayyor xamirimizni yarim soatga tindirgani olib qo'yamiz. Yana to'liq ma'lumotlarni opisaniyada yozib qoldiraman. Tingan xamirimizni stovimizda yaxshilab unlab, uniqicha yupqa qilib olmasdan videoda ko'rsatilgandek qalinlikda yoyib olamiz. Ustidan eritilgan margarinni suramiz va videoda ko'rsatilgan tartibda buklab olamiz. Shunaqa to'rga buklaganimizdan keyin yana ozgina margarinimizni surkab yorib, dumaloq qilib o'rab olamiz. Videoda tushunarliroq ko'rsatishga harakat qildim. Xamirimizni yana 20 daqiqaga tindirgani olib qo'yamiz. Va ungacha nachinka tayyorlab olamiz. Qiymaga kartoshka, piyoz va ziravorlarni solib aralashtirib olib qo'yamiz. Tingan xamirimizni shunaqa ikkiga bo'lib, o'rtasidan ezib olamiz va dumaloq ko'rinishda yoyib olamiz. O'rtasiga nachinkadan solib, ikkinchi xamirni ham bir xil kattalikda yoyamiz va ustiga yopishtirib chiqamiz. Chetlarini shunaqa chimchilab tugib olamiz va ustidan tuxum sarig'i, kunjut sepib 180 gradusda oldindan qizdirilgan duxovkada 40 daqiqa pishiramiz. Xamirlari qatlama xamirlarni eslatib o'radigan noodatiy usulda tayyorlangan balishimiz ham tayyor. Bu usulda bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ring. Video yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.